Do'stlar, hozir Makka Madinada Abu Osmonda ukamiz bor. O'zi ata-bobosi O'zbekistondan chiqqan Surxondaryoda, lekin shu Makka Madinada Saudiya Arabistonda tug'ilgan. Birinchidan boramiz, Rossiyaning ukamizni kutib olib, uzatib biletlab berib, bu safar ham Xudo xolasa o'zim uzatib beraman dedi. O'zi aytgandi. Ziyorat qilgan Ka'batulloh xonimni hozir ishga talpaki niyat etib, Xivadan olganman, Xivadan. Shu bolaga. Hozir shuni sovg'a chetman. Mana ko'p odam sotdi, sotmaydigan bo'ldi. Hozir qani u bola? Ha, ishda o'tiribdi. Mana shu talpaki beraman hozir. Kelinchi uka? Mana shu ukamisiz? Qarang, bu Saudiya Arabistonga Xorazmdan bobo kalonlarimiz mana shu talpak kiyib kelgan. Mana shu talpakni. Endi men kiyib keldim buni Xorazmdan, mana ukamga. Mana kiyinchi. Men kiydi erga. Keyin. Keyin. Xorazm yigiti bo'lib ketdingiz. Mashalloh, mana. Mana akamiz. Malades. Xorazmni qolpog'ini olib kelib berdi. Malades. Alloh rozi bo'lsin. Bizlar duo qilamiz. Xorazmda shu yerga davr kelganda Malades. qo'sh qolmadi. Bilasizlarmi, eshitib qo'yinglar. To'g'risi men mana shuni ko'rganman, havas qilganman. Niyat qilganman. Faqat bilmaganman. Bular bilmay, menga ham aytgan yo'qman. Allohga qasam. Men faqat mana shuni havas qilganman, kiyish niyatda edim. Bu talpakni hozir Malades. akam menga olib kelib hadya qilyapti. Malades. Qarang, bu talpakni necha yuz asr bizani bobolarimiz Xorazmdan Makka Madinaga ziyorat kelganlar kiyib. Shundan keyin men ko'rmaganman, lekin men bilmayman. Hozir Makkada yo'q, hech kim kiymaydi. Men buni kiyib chiqsam hamma qo'y kelyapman deb qo'rqadi. Buni Qozog'istonda, Chechenistonda sotib, menga so'raganlar. Sot degan? Mana shu yerda odamlar so'rashdi, lekin sotmadim. Sizga niyat qilib olib keldim. Sizga buni nima desam ekan? Shu 100 yoshlarga kelganingizda kiyib o'tirib, meni eslab o'tiring. Qaltirab o'tirgan vaqtimda ham shu akani eslayman. Malades, Xorazm jallasiga qo'yib. Ha, inshaalloh bizlar eslaymiz, esimizdan chiqaramiz. Alloh rozi bo'lsin. Va qiyomatda aka ukamiz Rahmat. inshaalloh bu narsasini Allohimiz qaytarib dunyoga ham bersin, jannatimizga. Malades. Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor ota-onangizga rahmat. Shunaqa chiroyli tarbiya bergan sizga. Mana shu o'zimiz vatandoshlarimizga yana siz xizmat qilyapsiz, qo'lingizdan kelganicha. Buni oddiy bir shular bilan biz so'rashib qo'yapsiz. Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsizmi deb, to'g'rimi? Shuni o'zidan katta bir bas. Hammasi to'g'ri. Malades, rahmat. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Sizlarni ham yaxshi ko'raman, kelingizlar. O'zbekistonda malades. Har safar kelganimizda mana shu ukamiz mana kutib oladilar, uzatishib yuboradilar. Alloh rozi bo'lsin.